Bo'ldi, kelgan joydan boshlaymiz. Oydin to'g'rilab berdi o'zini aybini. Ko'rdingizmi, ko'rdinglarmi? Qaranglar. Bularni hali yana alohida obzorga qilamiz. O'shaning uchun to'g'rilamagan qizlar va shu bundan o'tgan yil ham sotgan edik. Qaranglar, mana bu 3D rubashka, 3D print qaranglar qanaqa zo'ra. Shu dahshat. Qizlar, Piernaniki. Gapinglar bormi? Shu zo'ra. Sifatlachi bombani bor. Bundan biz oldingi safar ham sotdik, bir kunda qolmagan edi. Qizlar qorasini xohlayotganlar, kelinglar mana Miu-Miudan pidjak. Zora va yana pidjak. Shu zo'r. Dvoykalardan mana bu yerda yana bor qizlar. Bularni endi iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman, faqat bugun emas, ertaga indinga kiyib ko'rsatishlarga harakat qilaman. Qizlarjonlar, yaxshisi kutib o'tirmasdan kelinglar, meni sizlarga maslahatim. Nima deganda bizda narsalar tez tugab qoladi, rubashkalardan. Tez, na bыстро ruki. Italyanskiy rubashka va qaranglar, zo'ra. Mana qorasi. Va mana bu rubashkalarni qaranglar qizlar. Mana men aytgan trendga chiqargan rubashkalar mana bu ranglardan oldingi safar 1-2 kunda tugagan edi. Qizlar hozircha bor. Ertaga kelib qani deb o'tirmaylar. Mana hozir ko'rsatyapman, demak hammasidan bor. Italyanskiy maskioni firma qizlar bizda borgan sayin va shu iplab bo'lmayapti bizning magazinni. Va shu eng zo'r narsalar faqat mana do'konda qizlar sizlarni hammalarni kutib qolamiz.